Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bugun yangi harf olamiz. Bu harfning ismi dal. Bu harf nichka yozib qo'yik. Bu harf yumshoq, nichka o'qila. Alif harfi bizning yo'lning ust kelishida yozila turgan bo'lsa, lam harfi da shulay. Yo'lning ust kelishida yozila. Dal harfi da yo'lning ust kelishida yozilacak. Ne shulay da keladi. Qo'lida bularning biror harfga tutashib kelar ekan. Hem fatha bilan kelganda ul da deb o'qila. Da nichka ovoz shunga da. Di du da di du. Dal harfin lam harfi bilan bu tamasga kerak edi. Lam harfi u uzunroq, dal harfi u qisqaroq bo'ladi. Hozir endi kitobni ochib qaraylik. 14-bitni ochsak. Da di du dum dube ba harfi tebrantirib o'qiymiz. Dube duf ride. Dal harfi sukun bilan kelsa, ulda qalqala bo'ladi. Ride tebrantiramiz. Rid deb gina tugul, ride. Zide tadi. Lam harfine o'xshagan. Bu targa yaramaydi. Lam harfi u uzunroq bo'lar edi. Dal harfi qisqa u. Hem onun azrak nakloni bor. Sol yoqqa taban. Darsu daf'u dab ba harfin tebrantiramiz. Dabghu g'ayn harfi qoti. Dalku mana dal harfi, mana lam harfi. Lam harfi uzunroq. Dahru duhnu ha harfi sukun bilan kelganda azroq havo beramiz. Duhnu dul dal harfi o'zindən so'ng kelgan harfga ul qo'l bermay. Mana dal harfi ul ikkinchi harf bilan tutashmay. Mana uchinchi harfni qaraylik. Dal harfi ul onlardan so'ng kelgan harf bilan tutashmay. Mana ora bor. Food mana dal harfi onlardan so'ng fa harfi kela. Ular tutashmay. Hud ushdud g'ayn harfini ichga uni azroq yumshoq qo'yamiz. I'tadala ya biz aytdik g'ayn harfi sukun bilan kelsa azroq vaqt zamon beramiz. Yatadalu is sin harfi yumshoq. Istar shada. Yes sin yumshoq. Yastar
Шиду. Шуның белән дәрес тәмам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.